Senchi, ajdarho qoniga qanday qilib ega bo'lgansan? Eshitdinglarmi? Menga bu joy yoqmayapti. Shunchalik kutirish shartmidi? Vahagar allaqachon shu yerda bo'lish kerak Bizga edi. faqat kutish buyurildi. Bizga qirolicha kutishni emas, Ematni o'ldirishimiz kerakligini aytdi. O'rningda bo'lganimda bunchalik shoshilmasdim. Vahagar ikkita ajdarxoni o'ldirgan. Lekin jang bunga arziydi. Qasr uchun. Qanaqa qasr? Qirolicha bizni ritsar qilaman deb va'da berdi. Shunda bizni qasrimiz ham bo'ladi. Nima? Qasr olishing uchun avval seni lord deb chaqirishi kerak. Unda nima olaman? Ot. Menda ajdarho bor, otni nima qilaman? Unda seni ulf deb chaqirishadi. Hamma seni hurmat qiladi. Ajdarhoyim tufayli odamlar meni hurmat qilishga majbur bo'ladi. Menga unvon kerak emas. Uni ichi bo'lmaydi. Senga ko'p ayollar qiziqish bildirishadi. Qasr bilan ko'proq ayollarni jalb qilish mumkin. Rakari Pikiro. Boysan Shepsi. Biz Dragonstonga borishimiz kerak. Uyga bor.